Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shaxsan har birimizga taalluqli bo'lgan, ammo ko'pchilik e'tibor bermaydigan o'ta muhim mavzu raqamli konfiskatsiya haqida atroflicha gaplashmoqchiman. Bu masala oddiy fuqarodan tortib yirik biznes egasiga qadar barchaga bevosita daxl qiladi va har bir raqamli aktivimiz, onlayn hisobimiz, hatto mobil telefonimizdagi ma'lumotlarimiz ham xavf ostida qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlar sizni juda katta muammolardan qutqarib qolishi mumkin. Muammoning mohiyati. Avvallari konfiskatsiya deganda bizning ko'z oldimizga asosan jismoniy mol-mulkni olib qo'yish kelardi. Uy, mashina, naqd pul yoki qimmatbaho buyumlar. Sud qarori yoki ijro hujjatiga asosan sud ijrochilari kelib narsalarni ro'yxatga olib musodara qilishardi. Bu jarayon ancha ko'zga ko'rinadigan, jismoniy va ba'zan uzoq davom etadigan jarayon edi. Ammo hozir zamon butunlay o'zgardi. Hayotimizning katta qismi raqamli makonga ko'chdi. Bank hisoblari, elektron hamyonlar, onlayn to'lov tizimlari, ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlar, bulutli saqlash joylaridagi fayllar, hatto kriptovalyutalar. Bularning barchasi bugun bizning raqamli mulkimiz hisoblanadi. Raqamli konfiskatsiya esa aynan mana shu raqamli aktivlarga daxl qiladi. Endi sizning uyingizga hech kim kelmasligi, hech qanday jismoniy narsani olib ketmasligi mumkin. Ammo bir necha soniya ichida sizning bank hisobingiz muzlatilishi, elektron hamyoningizdagi pullar yechib olinishi, ijtimoiy tarmoq profilingizga kirish imkoniyatingiz cheklanishi yoki bulutli omborda saqlanayotgan shaxsiy ma'lumotlaringizga kirish taqiqlanishi mumkin. Bu jarayon ancha tez, deyarli ko'rinmas va ba'zan kutilmaganda sodir bo'ladi. Sababi esa ko'pincha sizning qaysidir davlat organiga bo'lgan kichik bir qarzingiz, to'lanmagan jarima, sud qarori yoki hatto kimdir tomonidan sizning ma'lumotlaringizdan noto'g'ri foydalanish oqibati bo'lishi mumkin. Ya'ni muammo aslida o'sha majburiyatni bajarmaslik yoki qonunni buzish. Ammo uning oqibatlari va mol-mulkka ta'sir qilish usuli butunlay boshqacha tus olgan. Raqamli dunyoda ko'rinmas qo'l sizning mol-mulkingizga qulayroq yetib bora oladi. Asosiy tushunchalar: nimani bilish kerak, kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Raqamli konfiskatsiya deganda birinchi navbatda sud qarori yoki boshqa vakolatli organlarning, masalan prokuratura, soliq organlari, majburiy ijro byurosi qaroriga asosan sizning raqamli aktivlaringizga nisbatan cheklovlar qo'yilishi yoki ularning musodara qilinishi tushuniladi. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida barcha fuqarolar xavotirlanishi kerak. Chunki bugungi kunda har birimizning bank hisobimiz, mobil ilovalar orqali to'lovlarimiz va boshqa raqamli operatsiyalarimiz bor. Ammo ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslar ko'proq e'tiborli bo'lishlari zarur. 1. Qarzdorligi bor shaxslar. To'lanmagan jarimalar, yo'l harakati qoidalari buzganlik uchun, kommunal to'lovlar bo'yicha, ijro hujjatlari asosida undirilishi lozim bo'lgan alimentlar, kreditlar bo'yicha qarzdorlik, soliq qarzlarining mavjudligi raqamli konfiskatsiyaga sabab bo'ladi. 2. Tadbirkorlar va yuridik shaxslar. Ularning bank hisoblari, elektron to'lov tizimlaridagi mablag'lari, biznes bilan bog'liq raqamli ma'lumotlari ayniqsa katta e'tibor talab qiladi. Sud qarori yoki soliq organlari talabi bilan biznes hisoblari muzlatilishi, bu esa kompaniya faoliyatini to'xtatib qo'yishi mumkin. 3. Kriptovalyuta egalari. Kripto aktivlar hali to'liq tartibga solinmagan bo'lsa-da, ularni musodara qilish mexanizmlari joriy etilmoqda. Agar siz noqonuniy faoliyatda, masalan pul yuvish, firibgarlik ishtirok etsangiz
yoki shubhali operatsiyalar bilan shug'ullansangiz, kripto hamyoningizdagi mablag'lar muzlatilishi yoki musodara qilinishi mumkin. 4. Kiber jinoyatlarga aloqador bo'lganlar yoki shubha ostiga tushganlar. Agar sizning raqamli qurilmalaringiz, telefon, kompyuter, elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoq hisoblaringiz kiber jinoyatlarga aloqador deb topilsa, ushbu ma'lumotlar musodara qilinishi mumkin. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz doimiy ravishda o'z majburiyatlaringizni bajarsangiz, qonunlarga rioya qilsangiz, to'lovlaringizni o'z vaqtida amalga oshirsangiz va shubhali faoliyat bilan shug'ullanmasangiz, raqamli konfiskatsiya sizga tahdid solmaydi. Garchi xavotirlanmaslik kerak bo'lsa-da, ogoh bo'lish har doim foydali. Real hayotdan bir necha misollar. Misol 1. To'lanmagan jarima va bank hisobi bloklanishi. Farruh ismli yosh tadbirkorning kompaniyasi bor edi. Uning hayotida kichik bir yo'l harakati qoidasini buzish hodisasi sodir bo'lib, unga 100,000 so'm miqdorida jarima qo'yilgan. Farruh bu jarimaga e'tibor bermay, uni to'lashni unutib qo'ygan. Bir necha oydan so'ng Farruhning bank hisobiga u orqali kompaniyasining ish haqi va boshqa to'lovlari amalga oshiriladigan asosiy hisobiga to'satdan kirish imkoni yopiladi. Bankka murojaat qilganida Majburiy ijro byurosi tomonidan Farruhning jarimasini undirish maqsadida bank hisobi muzlatilganligi ma'lum bo'ladi. Hisobidagi 70 million so'm mablag'ga qaramay, u 100,000 so'mlik jarima tufayli mablag'larini ishlata olmaydi. Xodimlarning ish haqi kechikadi. Biznes jarayonlari to'xtab qoladi. Farruh darhol jarimani to'lagan bo'lsa-da, hisobining blokdan chiqarilishi uchun bir necha kun kerak bo'ladi. Bu esa uning biznesiga sezilarli zarar yetkazadi. Misol 2. Kriptovalyuta va firibgarlik. Otabek internetda sarmoya kiritish bilan shug'ullanadigan, tez boyitadigan piramida sxemasiga duch keladi. Uning do'sti unga bu sxemaga kriptovalyuta orqali sarmoya kiritishni maslahat beradi. Otabek o'zining kripto hamyonidan $100 ekvivalentidagi kriptovalyutani noma'lum manzilga yuboradi. Oradan ko'p o'tmay, bu sxema firibgarlik ekanligi oshkor bo'ladi va huquq-tartibot organlari tekshiruv boshlaydi. Tekshiruv davomida Otabekning kripto hamyonining manzili ushbu firibgarlik bilan bog'liq tranzaksiyalarda ko'rinib qoladi. Garchi Otabekning o'zi jabrlanuvchi bo'lsa-da, uning kripto hamyonidagi qolgan $200,000 miqdoridagi boshqa kripto aktivlari huquq-tartibot organlari tomonidan vaqtincha muzlatiladi. Chunki u firibgarlikka aloqador shubhali tranzaksiyalarni amalga oshirgan shaxs sifatida ko'rib chiqiladi. Hisobni ochish uchun unga uzun sud jarayoni va o'zining begunohligini isbotlash talab qilinadi. Misol 3. Raqamli ma'lumotlar va sud ishi. Dilnoza ismli ayolning sobiq turmush o'rtog'i bilan aliment bo'yicha sud ishi bor edi. Sud jarayonida sobiq uning shaxsiy hayoti va moliyaviy holati haqidagi ma'lumotlarni noqonuniy ravishda qo'lga kiritganini da'vo qiladi. Dilnoza buni isbotlash uchun sudga murojaat qiladi. Sud qaroriga asosan Dilnozaning mobil telefoni va shaxsiy kompyuterdagi ma'lumotlar, jumladan ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar, elektron pochta xabarlari, bulutli omborda saqlanuvchi fayllar sud ekspertizasi uchun vaqtincha olib qo'yiladi. Bu holat Dilnozaga shaxsiy ma'lumotlarining buzilishi va konfiskatsiya qilingan ma'lumotlarida uning shaxsiy hayotiga oid juda nozik ma'lumotlar borligi sababli katta noqulaylik va stress tug'diradi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Raqamli konfiskatsiya mexanizmi murakkab va unda bir qator istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan qutqarishi mumkin. 1. Minimal summa chegaralari. O'zbekiston qonunchiligida ma'lum bir minimal summa mavjud bo'lib,
Undan kam bo'lgan qarzdorlik uchun fuqaroning bank hisobi darhol muzlatilmaydi, balki dastlab boshqa usullar qo'llaniladi. Masalan, fuqarolarning ma'lum bir miqdordagi, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, oylik ish haqqi yoki daromadlariga nisbatan ijro hujjatlarini qo'llashga cheklovlar mavjud. Ya'ni, sizning kartangizda juda oz miqdorda pul bo'lsa, bu darhol muzlatilishga olib kelmasligi mumkin. Ammo bu aniq muddatga qaramasdan qarz mavjud bo'lmasligi kerak degani emas. Bu shunchaki kichik qarzdorliklar darhol butun hisobni bloklamasligi, balki birinchi navbatda boshqa ijro harakatlari ko'rilishini anglatadi. Ammo bu nuans har doim ham ishlamaydi. Chunki sud ijrochisi hisobni butunlay bloklashga ham haqli bo'lishi mumkin. 2. Ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar. Qonunchilikka ko'ra, ayrim to'lovlar, masalan, aliment, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiya to'lovlari ijro hujjatlari bo'yicha undirilmaydi. Ya'ni agar sizning bank kartangizga faqatgina ana shunday ijtimoiy to'lovlar tushsa, ular konfiskatsiya qilinmasligi kerak. Ammo amalda agar barcha pullar bitta hisobda saqlansa va uning tarkibini ajratish qiyin bo'lsa, xatoliklar yuz berishi mumkin. Ba'zan ijrochilar hisobning umumiy summasini muzlatib qo'yishadi va keyin siz ijtimoiy to'lovlar himoyalanganligini isbotlashingizga to'g'ri keladi. 3. Xato identifikatsiya. Ba'zan ismi sharifi bir xil yoki o'xshash bo'lgan shaxslar tufayli xatolar yuz berishi mumkin. Tasavvur qiling, sizning ismingiz Azimjon Olimov, shaharda boshqa bir Azimjon Olimovning katta qarzi bor. Ba'zi hujjatlardagi ma'lumotlar, masalan tug'ilgan sana, to'liq mos kelmasligi sababli adashib sizning hisobingiz muzlatib qo'yilishi mumkin. Bunday holatlarda zudlik bilan Majburiy ijro byurosi yoki bank bilan bog'lanib, vaziyatni tushuntirish va xatoning tuzatilishini talab qilish kerak. 4. Qo'shma hisoblar va oilaviy mulk. Agar sizning oilaviy bank kartangiz yoki qo'shma hisobingiz bo'lsa va uning asosiy egasi qarzga ega bo'lsa, butun hisob muzlatilishi mumkin. Bu esa boshqa oila a'zolariga ham ta'sir qiladi. Agar oila a'zolaridan biri qarzga ega bo'lsa, uning raqamli aktivlari musodara qilinishi oiladagi boshqa insonlarga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi mumkin. 5. Uchinchi shaxslarning aktivlari. Agar sizning hisobingizda uchinchi shaxslarga tegishli pullar yoki aktivlar bo'lsa, ular ham sizning qarzdorligingiz tufayli muzlatilishi mumkin. Masalan, siz do'stingizning pulini vaqtincha o'z hisobingizda saqlayotgan bo'lsangiz va sizning hisobingiz bloklansa, bu pullar ham muzlatiladi. Bu holatda do'stingiz o'z puli ekanligini isbotlab, uni qaytarib olish uchun huquqiy yo'l bilan harakat qilishi kerak bo'ladi. Bu qiyin va uzoq jarayon bo'lishi mumkin. 6. Xalqaro aspektlar. Agar sizning chet eldagi bank hisoblaringiz, elektron to'lov tizimlaridagi mablag'laringiz yoki xalqaro kripto hamyonlaringiz bo'lsa, ba'zi hollarda ular ham xalqaro shartnomalar yoki huquqiy yordam doirasida musodara qilinishi mumkin. Bu ayniqsa katta miqdordagi mablag'lar, jiddiy jinoyatlar, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish yoki sanksiyalar bilan bog'liq bo'lgan holatlarda yuz berishi mumkin. 7. Bloklash sabablari. Ba'zan banklar yoki to'lov tizimlari sizning hisobingizni nafaqat sud qarori bilan, balki o'zlari shubhali deb topgan operatsiyalar sababli ham vaqtincha bloklashi mumkin. Masalan, bir kunda g'ayrioddiy ko'p miqdorda pul o'tkazmalari amalga oshirilsa yoki noma'lum manzilga katta miqdorda pul yuborilsa, bank pul yuvish yoki firibgarlikning oldini olish maqsadida hisobni vaqtincha muzlatib qo'yishi mumkin. Bu holda sizdan operatsiyalarning maqsadini va pulning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu kabi noaniq vaziyatlar sizdan doimiy hushyorlik va ma'lumotlarga egalikni talab qiladi. Shuning uchun
o'z raqamli moliyaviy ahvolingizni muntazam tekshirib turish va qonuniy majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajarish juda muhim. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Raqamli konfiskatsiyaning oldini olish va u yuz berganda to'g'ri harakat qilish uchun sizga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. 1. Qarzdorligingizni muntazam tekshiring. Soliq qarzdorligi. Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti yoki soliq mobil ilovasi orqali o'zingizning soliq qarzdorligingizni muntazam tekshirib turing. Jismoniy shaxslar uchun mulk solig'i, yer solig'i, transport vositasi solig'i kabi to'lovlar bo'yicha qarzlar paydo bo'lishi mumkin. Yo'l harakati qoidalari buzganlik uchun jarimalar. Ichki ishlar vazirligining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yeidxp.my.gov.uz yoki DYHXX mobil ilovasi orqali jarimalaringiz bor yo'qligini bilib oling. Kommunal to'lovlar. Suv, gaz, elektr energiyasi, chiqindi to'lovlari bo'yicha qarzdorliklarni xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning shaxsiy kabinetlari, bank ilovalari yoki my.gov.uz orqali nazorat qilib boring. Sud qarorlari va ijro hujjatlari. Majburiy ijro byurosining rasmiy sayti mib.uz orqali o'zingizga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilmaganligini tekshirish imkoniyatiga egasiz. Bu eng muhim nuqta, chunki aynan MIB sud qarorlari ijrosini ta'minlaydi. Kreditlar. Bankdagi kreditlaringiz bo'yicha qarzdorlikni o'z vaqtida to'lab boring. Agar to'lov muddatini o'tkazib yuborsangiz, bank birinchi navbatda sizning hisobingizdan mablag'larni avtomatik ravishda yechib olishi mumkin. So'ngra sudga murojaat qilishi mumkin. 2. Raqamli aktivlaringizni himoya qiling. Kuchli parollar. Barcha onlayn hisoblaringiz, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, bank ilovalari uchun murakkab va noyob parollardan foydalaning. 2 faktorli autentifikatsiya 2FA. Bu funksiyani imkon qadar barcha joyda yoqing. Bu sizning hisobingizga kirish uchun parol bilan birga telefoningizga keladigan kodni ham talab qiladi. Bu esa xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. Faqat ishonchli manbalardan dasturlar yuklab oling. Noma'lum manbalardan dasturiy ta'minotlarni o'rnatishdan saqlaning. Chunki ular zararli kodlarni o'z ichiga olishi va shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Kriptovalyuta saqlash. Agar siz kriptovalyuta egasi bo'lsangiz, ishonchli va litsenziyalangan platformalardan foydalaning. Shaxsiy kalitlaringizni xavfsiz joyda saqlang va cold storage, internetga ulanmagan hamyonlar usullaridan foydalanishni o'rganing. 3. Agar raqamli konfiskatsiya yuz bersa, nima qilish kerak? Sababini aniqlang. Birinchi navbatda, nima sababdan hisobingiz muzlatilganini yoki ma'lumotlaringizga kirish cheklanganini aniqlang. Bankka yoki to'lov tizimiga murojaat qiling. Agar sabab sud ijrochilari bilan bog'liq bo'lsa, Majburiy ijro byurosining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ular sizga ijro hujjatining raqamini va sanasini, shuningdek undiruvchining ma'lumotlarini taqdim etishlari kerak. Vaziyatni hal qiling. Agar konfiskatsiya qarzdorlik sababli yuz bergan bo'lsa, qarzni imkon qadar tezroq to'lang. Agar xato tufayli bo'lsa, masalan, ism-sharifdagi o'xshashlik, buni isbotlovchi hujjatlarni, pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma taqdim eting. Rasmiy murojaat qiling. Muzlatilgan hisobni ochish yoki musodara qilingan ma'lumotlarni qaytarish uchun MIB ga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada barcha faktlarni, ijro hujjatining ma'lumotlarini, sizning da'voingizni, agar xato bo'lsa, aniq bayon eting.
To'lov cheklari yoki qarzdorlik yo'qligini tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Huquqiy yordam oling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, huquqshunos yoki advokatga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga to'g'ri hujjatlarni rasmiylashtirishda, kerakli instansiyalarga murojaat qilishda va qonuniy huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Shikoyat qilish huquqi. Agar siz MIB xodimlarining harakatlaridan norozi bo'lsangiz yoki ular noto'g'ri qaror qabul qilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga, MIBning viloyat yoki respublika boshqarmasi yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. 4. Profilaktika choralarini ko'ring. Muntazam moliyaviy hisobotlarni ko'rib chiqing. Bank ilovalari orqali hisobingizdagi operatsiyalarni nazorat qilib boring. Noma'lum o'tkazmalarga e'tibor bering. Mablag'larni diversifikatsiya qiling. Barcha pullarni bitta hisobda saqlamang. Katta mablag'larni turli banklarda yoki turli investitsiya vositalarida saqlash bitta hisob bloklanganda boshqa aktivlaringiz xavfsizligini ta'minlaydi. Ma'lumotlaringizni zaxiralang. Muhim shaxsiy ma'lumotlaringizni, fotosuratlar, hujjatlar, ish fayllari har doim bir nechta joyda saqlang. Masalan, bulutli omborda va jismoniy tashuvchida, tashqi disk. Shubhali xabarlarga e'tibor bermang. Firibgarlar ko'pincha sizning ma'lumotlaringizni olish uchun phishing, soxta saytlardan yoki yolg'on SMS xabarlardan foydalanadilar. Hech qachon o'z parollaringizni yoki bank karta ma'lumotlaringizni shubhali havolalar orqali kiritmang. Xulosa. Hurmatli do'stlar, bugun men siz bilan raqamli konfiskatsiya mavzusida juda muhim ma'lumotlarni bo'lishdim. Ko'rib turganingizdek, raqamli dunyo bizga ko'plab qulayliklar bergan bo'lsa-da, u bilan birga yangi xavf-xatarlarni ham olib keldi. O'zi raqamli aktivlaringizni himoya qilish va qonuniy majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajarish orqali siz o'zingizni katta moliyaviy va huquqiy muammolardan saqlab qolishingiz mumkin. Unutmang, eng yaxshi himoya bu oldini olish va xabardorlikdir. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Bu kabi dolzarb va foydali ma'lumotlarni doimiy ravishda berib borishga harakat qilaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha